Andijonda hokim o'rinbosari 15 ming dollar olayotganda ushlandi. Marhamat tumani hokimining o'rinbosari mansab vakolatini suiiste'mol qilib, fuqarodan 15 ming AQSh dollari talab qilgani fosh etildi. U tuman hududidan o'tgan katta yo'l bo'yidagi 400 metrli zovurni yopiq tizimga o'tkazish hisobiga hosil bo'ladigan 60 sotix yer maydonini o'zlashtirishni rejalashtirgan. Ushbu yerda har biri 30 kvadrat metrli 8 ta savdo do'koni qurish uchun ruxsat va hujjatlarni yuqori lavozimli tanishlari orqali rasmiylashtirib berish evaziga fuqarodan pora talab qilgan. Dastlab u 200 dollar olgan. Keyinchalik qolgan 14.800 dollarni olayotgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Ayni vaqtda hokim o'rinbosariga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A va V bandlari va 28-211-moddasi 2-qismi B bandi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olingan. Tergov ishlari davom etmoqda. So'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun Anhor.uz'ning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'ling.